Assalomu alaykum, qadrdonlar. Har doimgidek jonli muloqotimiz. Bu safargi jonli muloqotimizda xudo xolasa ko'plab vatandoshlarimiz Germaniyaga kelish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Aynan bugungi jonli muloqotdan keyin. Shuning uchun bugun bizani asosan shu tinim bilmasdan ish beruvchilarni topadigan, ishga joylashtiradigan, hozirgi kunda juda ham ko'p vatandoshlarimizni Germaniyaga kelishiga sababchi bo'lgan Orif aka Ahmadaliyev. Bu faqat so'zda emas, gapda emas, bu real holat. Orif aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Nodirbek, sizga ham rahmat. Har safar mana shunaqa yaxshi narsalarni tashkil qilib turasiz. Nafaqat bizga, hammaga foydali narsalar va bundan biz doim xursandmiz. Rahmat kattakon. Endi bugungi asosiy tashkillashtiradigan mavzularimiz qanaqa bo'ladi? Birinchi galda mana Orif aka chiqdilar. Biz video qo'yganmiz, ya'ni qarang. Prosta bugun ko'plar tushunmaydida qanaqa tartibda ushlashni. Instagramga video qo'yamiz, ko'rasizlar. Lekin Instagramda link yo'q, aktivniy. Chunki Instagram bu narsasi yo'q, linkni bosib kiradigan. Yuzlab, minglab savollar tushadi. Biz Telegramda jonli muloqot o'tkazamiz, bu yerda to'liq tushuntiramiz va undan keyin sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, shu jonli muloqotni yozib olib turib link qoldiramiz. Ya'ni o'sha ariza topshiradigan link. Ya'ni siz hozir ko'ryapsiz, oldin tushunib olasiz, menga bu dastur to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? To'g'ri keladigan bo'lsa, linkka kirib ariza qoldirasiz. Xuddi shunaqa oramizda o'tirgan bo'lsa, hamshiralar bor yoki deylik boshqa ishga harakat qilganlar, bundan oldingi bitsi pravasi borlar. Teparoqqa chiqsanglar, Telegram kanalimizda videoni qo'yganmiz va link qoldirganmiz. Iltimos qilib qolardik, kimda kim bu dasturga ham topshirmoqchi bo'lsa, yaxshilab tushunib yetib, to'g'ri kelsa topshirishni. Demak, yana bitta narsani eslatib qo'yaman. Aynan hozir Orif aka taqdim qilayotgan yo'nalish bu ish beruvchi. Agar misol uchun kimdirlar aytishi mumkin, yoshim to'g'ri kelmay qolar ekan meniki desa, bu faqat bularda shunaqa bo'lishi mumkin. Qolgan joylarda albatta boshqacharoq. Hamma ish beruvchida har xil imkoniyatlar. Shuning uchun demak, men to'g'ri kelmas ekanman deb o'zingizga krest qo'yishingiz kerak emas. Orif aka, yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi asosiy mavzularimizdan boshlasak, menimcha Ausbildung dasturi o'zi keling siz bilan Ausbildung masalasida o'zi nima bu ko'plar hozir kirgan mingdan oshiq odam ko'rib o'tirgan jonli efirda Ausbildung nima o'zi u? Nimaga bu dastur shunchalik yaxshiki Germaniyaga kelish uchun eng zo'r vizalardan biri hisoblanadi? Shu haqida qisqagina ma'lumot bersak siz bilan birga va undan keyin sizlar tomonidan taqdim qilinadigan imkoniyatlar haqida gaplashsak. Xo'p, Nodirbek, yana bir marta rahmat. Agar ovozim yaxshi kelayotgan bo'lsa, men boshlayman. Xo'p, Ausbildung yaxshi bo'ldi. O'sha boshidan boshlashimiz. Ausbildung o'zimizni dehqonchasiga tushuntiradigan bo'lsak, o'zimizni eski kollej tizimi, ya'ni shunga o'xshashroq tizim. 3 yil, 2 yildan 3,5 yilgacha davomiyligi bor bu sohalarga qarab turib. Endi Ausbildungda siz misol uchun bizda kollejda asosan nazariy o'qitilgan bo'lsa va praktikasi qayergadir 1 yilda bir marta kanikul paytida, ya'ni ta'til paytida borib praktika qilinadigan bo'lsa, Ausbildungda Germaniyada unaqa emas. Uni teskarisi, ya'ni siz doimiy qaysidir bir ish beruvchida ishlaysiz va o'shani maktabiga borib turib, o'sha sohani maktabi bor. Maktabga borib turib, ba'zilariki haftada bir marta bo'ladi, ba'zilariki blok unterricht deydi, ya'ni 6 oyda bir marta 1 oylik maktablari bo'ladi yoki 3 haftada 1 haftalik maktablar. Hammasi har xil tashkil etilgan, sohasiga qarab turib. Borib turib siz nazariy fanlarni o'rganib kelasiz. Boshida xuddi bizga o'xshagan har balo fanlar bor bu yerda ham. Ingliz tilini o'rgatadiganlari bor, nemis tilini yana qo'shimcha chuqurlashtiradiganlar bor va o'zingizning sohangiz, matematika, fizika va hokazolar qo'shilib ketadi. Va oxirida aynan siz 2 xil imtihon topshirasiz. Ya'ni orada chorak imtihonlar bo'lib turadi, ham maktabda, ham ish joyingizda. Va undan tashqari oxirida IHK degan tashkilot bor. O'sha yerda umumiy yakuniy imtihon topshirasiz. Ya'ni 3,5 yil bo'lsa, 3,5 yildan keyin yoki 3 yil bo'lsa, 3 yildan keyin. Topshirganingizdan keyin agar siz o'ta olsangiz, demak sizga 3 yillik, 3,5 yillik mana shu mutaxassislik bo'yicha diplom berdi degan, ya'ni sizga sertifikat, diplom beriladi va ushbu sertifikat orqali siz Germaniyaning barcha hududida
o'zingizni sohangizda ishlash huquqiga ega bo'lasiz. Endi Ausbildung nimaga yaxshi deganda, juda plus taraflari ko'p, ayniqsa yoshlarga, ya'ni yosh kattalarga emas, yoshlarga plus tarafi birinchi navbatda viza jihatdan viza olish oson. Termin, ya'ni elchixonaga hujjat topshirishda qanaqadir uzoq muddat kutilmaydi bunda va vizalar tez muddatda chiqadi. Bunga sabab nima deganda, sizni ish joyingiz tayin va o'sha ish joyingizda qanaqadir stipendiyangiz bor. Nima uchun vizalar ko'p holatda cho'ziladi deganda, aynan olayotgan oyligingiz boshqasi yetadimi yo'qmi degan savolni qo'yishgani uchun ozgina tekshiruv ko'proq bo'ladi. Bu Ausbildung desa unaqa emas. Unda o'sha shartnomangizda yozib qo'yilgan bo'ladi, tayyor mana shu summalar beriladi deb turib, bu yerda oylik olinmaydi, stipendiya olinadi. Har oyda siz maktabga borsangiz ham, ish joyingizda ishlashingiz ham stipendiya beriladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, oldindan aytib ketaman. Misol uchun praktikaga borgan odam juda ham muhim ishlarni bajarmaydi. Lekin Ausbildungda siz o'sha boshida kelganingizda ozgina ish o'rgatishadi. Deyarli siz haqiqiy ishchi sifatida ishlaysiz bu yerda. Ya'ni ulardan kam ishlamaysiz. Kerak bo'lsa ulardan ortiq ishlaysiz. Kerak bo'lsa mayda-chuyda ishlarni sizga qildiriladi. Bu taraflarni ham aytib o'tishimiz kerak. Ertaga Ausbildung ekan borib ko'rib tursam bo'ldi ekan xayolga bormaslik kerak-da. Siz kerak bo'lsa qo'lni kir qilib ishlaydigan holat bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga tayyor bo'lish kerak. Ya'ni Ausbildung kelib, prosta shunchaki kuzatib turmaysiz, ham o'qiysiz, ham ishlaysiz. Bu oson emas. Germaniyada ham o'qib, ham ishlash oson emas va haligi olayotgan stipendiyangizni yetkazish ham oson ish emas. Lekin shu kungacha bolalar eplayapti, harakatni qilyapti. Va mana bugun kirgan o'sha Yusufjon degan nomzodimiz, xudo xolasa ularga ham so'z beradigan bo'lsak, keyinroq bular bizni aynan mana shu kompaniyaga kelgan ilk qaldiroqchilarimiz. Bu yil nasib bo'lsa, adashmasam bitirishadi va bundan biz juda ham xursandmiz. Ular mana ochiq oydin gapirib beradi. Live eshitayotganmizda. Live bo'ladi. Qanaqadir haligi biz juda oxirgi paytda ko'payib ketdi, faqat yaxshi tarafini ko'rsataverishadi. Yo'q, biz hamma tarafini ko'rsatamiz. O'shanga bekorga aytmaymiz. Mana u ikkita qo'lingiz doim qop-qora yuradi. Orif aka, kelajagi bor qat. Bo'ldim gapingizni. Hozir ko'plarda balki yana bitta-ikkita savollar tug'ilib qolishi mumkin. Biza hozir savollar juda ham ko'p kelyapti. Qaysi yo'nalishda sizda soha hozir vakansiyalar bo'ladi degan. Hozir buni yetkazamiz. Undan oldin qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, mana bu Ausbildungni balki yana qo'shimcha qilarsiz. Orif aka, demak sizda aslida maktab shahodatnomangiz bo'lsa, 18 yoshga to'lgan bo'lsangiz, aslida boshlanadi. Hamma boyaga aytganimdek, mana shu firmalar, kompaniyalar yosh chegarasini o'zi belgilaydi keyin. Bir xilli 25 deydi, bir xilli 27, bir xilli 30, bir xilli 40. Agar siz mutaxassisligingiz to'g'ri keladigan bo'lsa, misol uchun hamshira yoki balki 30, 40, 42 gacha ham olishi mumkin. Endi hammada har xil vaziyat. Shu narsa yoshga to'g'rilab oldik. Endi Germaniyaga kelishingiz uchun Ausbildungda aytganlaridek viza chiqish osonroq qolganlariga nisbatan. Endi eng asosiysi ko'plar o'ylaydi biz o'qishga topshiramiz deydi. Aslida ish beruvchi sizni oladigan bo'lsa, ular keyin o'qishga taqdim qiladi. Ya'ni Germaniyaga kelib turib, o'sha kollej dedilar boya, tushunarli bo'lish uchun xuddi kollejga o'xshagani, lekin sal boshqacharoq o'ta praktik qilasiz. Ham nazariy, ham amaliy faoliyat o'taganingiz uchun, ya'ni sizni o'sha o'qitgan ish beruvchingizga manfaatdor bo'ladi sizni to'liq o'qib chiqishingiz. Bitirganingizdan keyin aynan keladigan o'sha именно o'sha so'ygnus, ya'ni o'sha hujjatni, sertifikatni olishingiz mutaxassis degan. Ana shuni olganingizdan keyin ish beruvchi sizni jon deb ishga olib qoladi aksariyat holatlarda. Nimaga? Chunki u sizni pul berib o'qityapti va sizga yana yashab, yeb, ichishingizga Germaniyada o'sha o'qish anoningizga pul beradi. Ya'ni bu degani Germaniyada qolish uzoq istiqbolini ko'ryapsiz. Bu orqali bitirganingizdan keyin ishli bo'lib qolasiz. Bitirganingizdan keyin o'zi o'qish jarayonida sizga Aufenthaltstitel beriladi, ya'ni siz tushunarli bo'lish uchun ID karta, yashash huquqi Germaniyada. Bu ID karta bilan siz
ya'ni sizda polni lastumlaringiz bo'ladi, ya'ni o'qib ham praktik qilganing hisobiga siz davolanishingiz mumkin. Ya'ni sog'lig'ingizga bu narsa bo'lsa, o'zingizni yoningizdan rasxodlik qilmaysiz, chunki siz nalog to'layapsiz. Ya'ni o'qiyotgan joyingizdan siz o'sha ishlayotgan joyingizdan nalog ushab qoladi. Qisqagina balki kimdirdan 51, kimdirdan 100 ushab qolar, o'sha ham yetarli bo'ladi sizni o'sha sotsialdan, ya'ni foydalanishingizga, xizmatlardan, davolanishingiz shunga o'xshash holatlar. Endi demak, Ausbildungning plus tomonlari mana shu. Men o'ylaydiganim, viza chiqishida kelib mutaxassis bo'lishingizda endi minus tomonlari meni nazarimda haqiqatan ham o'qish kerak, haqiqatan ham ishlash kerak. Bu endi minus deb minus emas, hamma joyda bor narsa. Ausbildung dasturiga qarab turib juda ham qiyin bo'lishi mumkin. O'qish jarayoni kimdirlarda o'sha ishda qiyin bo'lishi mumkin. Shu narsaga chidash kerak kelgandan keyin vaqt o'tadi, 3 yil o'tadi, ketadi. Mana biz ham xuddi shu ishlarni qilganmiz, Xudoga shukr, kam bo'lmaganmiz. Bitirgandan keyin albatta mutaxassis sifatida Germaniyada yashash huquqi bu eng zo'r imkoniyatlardan bittasi. Bu sizga nimalarni beradi? Bu sizga avvalambor oilangizni, misol uchun uylanasiz, turmushga chiqasiz, oilani birlashtirish, olib kelish, farzand olib kelish, kerak bo'lsa mutaxassis bo'lib, keyinchalik alohida bugun video qilamiz. Ota-onani o'sha boshida aylanib qilib turib, mehmonga chaqirib turib, undan keyin sekin-sekin o'sha agar imkoniyatingiz bo'lsa yoki isbotlab bera olsangiz, ota-onani ham olib kelish imkoniyati ham bor. Bu Fachkraft, ya'ni farqi yo'q qaysinda Ausbildung qilsangiz. Endi Orif aka, agar yana qo'shimchalar bo'lsa, boyagi soha bo'yicha qaysi sohalarda bizda vakansiyalar bor? Undan keyin mehmonlarimizga savollarni beramiz. Misol uchun mehmonlarimizga qani ular nima deydi, qanaqa qiyinchiliklari bor va stoyt o'zi Germaniyaga Ausbildung qilib kelish yoki ne stoyt? Marhamat aka. Men qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu yerda yana bitta plus tarafi bor. Siz Ausbildung davomida mana sotsial paketlarni to'lab borasiz. Ya'ni Rentenversicherung bor, soliq to'laysiz va hokazo va hokazo. Germaniya qonunchiligi bo'yicha 5 yil davomida siz agar pension fondga to'lab borsangiz, uzluksiz to'lab borsangiz 64 oymi shunaqa edi yo 60 oymi shunaqa edi. To'lab borsangiz, siz 60 oydan keyin Niederlassung Erlaubnisga hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani, ya'ni doimiy yashash, ko'p muddatli, har yili vizasi almashtiravermaysizda, ko'p muddatli vizani olish huquqiga ega bo'lasiz. Bu degani, siz Ausbildung davomida 3 yil, 3,5 yil to'lab qo'yganingizdan hisobga kiradi. Va undan keyin yana 1,5 yil ishlab bersangiz, ishlab turib o'sha soliqlarni to'lab qo'ysangiz, shu bilan sizda imkoniyat bo'ladi. Bu o'qishdachi deydigan bo'lsa, agar men to'g'ridan-to'g'ri o'qishga borsamchi deydigan bo'lsa, lekin bizdagilar ko'p xato qilamiz. Men ham qilganman u xatoni. O'qishga kirgandan keyin biz needing job qilamiz, ya'ni qo'shimcha qayerdadir ishlaymiz, finansировать qilish uchun. Unda ish beruvchi so'raydi, "Sen pension fondga to'lash xohlaysanmi?" desa, "Yo'q, biz puldan qiziqanim yo'q" deymiz. O'sha yillar sanalmaydi, ming afsus, hisobga kirmaydi. Sanamagan kunimiz. Ancha muddat yo'qotasiz. Men o'zim 10 yil deganda olganman o'sha hujjatni, chunki xato qilganman boshida. 50-60 yevro puldan qochib turib, to'lash kerak. Lekin Ausbildungda siz majburiy to'lasiz. O'sha tarafi plusi bor. Orif aka, mana hozirgi kunda minglab vatandoshlarimizni Germaniyaga kelishiga sababchi bo'lgansiz, siz orqali kelgan. Va shu to'g'risini aytaman, juda ham katta ishlar qilgansiz va hozirgi kunda ham kelishida, ya'ni bepul kelishigacha ham yordamlashgan vatandoshlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Bunaqa firmalar juda ham kam, ya'ni bepul kelishigacha ham Germaniyagacha. Endi Orif aka zo'r mavzuni ko'tardingiz, shunga to'xtab o'tmasam bo'lmaydi. Nega desam, ko'plarning fikrida bo'ladiki, men katta nalog to'layotganman deydi. Men aytaman, tangani ikki tomonini ochib qaranglar do'stlar. O'sha nalogni ochsanglar, men shukr qilaman deyman-da. 2000 ushab qoladi menda, men Xudoga shukr qilaman. Nimaga? Birinchi galda eng katta nalog to'lasangiz, ani boya aytib o'tdilar, ya'ni o'sha Rentenversicherung, ya'ni bu sizning nafaqangiz uchun pul olib qolinyapti, nafaqa uchun. Ikkinchisi bu sizning Krankenversicherung. Ya'ni siz kasal bo'lib qolsangiz, bemalol borib o'sha xizmat ko'rsatiladi. Qatdan pul olsam ekan demaysiz. Va undan tashqari farzandlaringiz bo'lsa, o'sha farzandlaringiz ham siz orqali bemalol tekinga o'sha davolanib yuradi. Ya'ni tug'iladimi farzandingiz, hech kimga pul bermaysiz. Ana shu narsalar. Undan keyingisi, misol uchun Sozialversicherung deganni ham aytadi. U sotsial ko'p to'laymiz, qolganlar uchun ham. Ertaga Xudo ko'rsatmasin, siz kelganingizdan keyin o'qidingiz, mutaxassis bo'ldingiz, sog'liq, tirik jonsiz. U bir narsa bo'lib qoldi. Ishla olmaysiz. Ana o'shanda davlat sizga to'liq kvartirangiz bo'lsa, kvartirangizni pulini,
mana kommunalkalar bo'lsa, kommunalkangizni pulini to'lab beradi. Ya'ni 1 yil bo'lsa ishsizsiz, 5 yil bo'lsa 5 yil, 10 yil bo'lsa 10 yilgacha ham to'lab beradi mutlaqo bepulga. Demak, siz mana bu aytganlaridek ORFga to'layotgan o'sha naloglaringiz albatta o'z kuchini saqlab qoladi. Undan ko'ra boy 50 evroni to'lab qo'ygan ma'qul. Ya'ni keyinchalik Niederlassungserlaubnis deganlar, ya'ni Germaniyada shuncha bo'lish uchun qo'pol qilib aytganda umrbod qolish huquqi, ya'ni nemetskiy pasport bilan deyarli tenglashtirilgan. Siz O'zbekistonga qolib oladi, bu umrbod Germaniyada yashash huquqini qo'lga kiritasiz. Aynan mana shu Ausbildung orqali. Endi Orif aka, menimcha asosiyga o'tsak bo'ladi. Bugun birinchi vakansiyamiz menimcha bizda logistika, to'g'rimi? Hozir o'sha vakansiyalarga o'tishdan oldin mana soliq tizimini yana bitta qisqa tushuntirib o'tmoqchi edim. Agar anaqa bo'lsa, ma'qul ko'rsanglar, men monitorishni ko'rsatay. Qaranglar, bu taxminiy internetda o'zingizlar ham kirsanglar bo'ladi. Hamma to'palan qiladi, Germaniyada soliq baland deb. Yo'q, bu xato gap. Germaniyada soliq baland emas, siz ishchi sifatida ishlasangiz. Soliq qachon baland bo'ladi? Tadbirkorlik qilsangiz baland bo'ladi. Mana shu bitta Ausbildungchini taxminiy oyligi 1100 yevro stipendiyasi bo'ladigan bo'lsa, ko'ringlar 00 Lohnsteuer, ya'ni aynan mana shu siz to'laydigan soliq. Bu bo'lishi mumkin, mana ko'paygan sari, misol uchun 1300 ga chiqsa yoki qanchadir qismat bo'lsa, ozgina ushlab qolish ehtimoli bor bunda, lekin bu juda katta summa emas. Hozir buni 3000 haqiqiy Fachkraft kelganda ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Asosiy to'lovlar mana hisoblanadi. Sotsial Abgaben, ya'ni siz o'zingiz uchun pul to'layapsiz, birov uchun emas. O'shaning uchun bu yerda bularni ham soliqqa qo'shib yorishadi, lekin bular soliq emas. Bu sizni qachondir misol uchun ishsiz qolib ketganingizda sizni oyligingizni berib turadigan oyliklar, soliqlar turi, ya'ni minus sizni oyligingizdan chiqib ketadigan narsa. Lekin bu davlatga havoga sovormaysiz, shuni berib qo'ymaysiz. O'shani noto'g'ri tushunib qolishadi ko'pchilik, Germaniyada soliq baland. Yo'q, xato gap. Misol uchun deylik, mana shuni Fachkraft sifatida ishlayapti, bittasi 30 yosh deylik, 30 yosh bo'ladigan bo'lsa, 3000 brutto oylik oladigan bo'lsa, bular baribir shoya klassda biri bo'ladi. Berishni qilsak, mana endi 3000 dan mana shunisini siz soliqqa to'layapsiz. E'tibor bering. Ko'ryapsizmi? Qolgani nimani hisobiga ko'p pul ushlab qolinadi. Mana 3000 dan 2052 tegarkan qo'limga, voy bu 1000 yevro davlatga to'layman desa, bu xato gap. Siz 1000 yevro emas, 301 yevro, 300 yevro to'layapsiz davlatga. Lekin qolgani esa bu o'zingiz uchun to'layapsiz. Mana kasallik sug'urtangiz, bu majburiy. Mana ertaga pensiyaga chiqqaningizdan keyin Germaniyada buni ertaga sizga pension fonddan qozondan sizga ajratib beradi. To'g'ri, bu pulni bermaydi. Siz 279 dan to'lasangiz, agar bu yerda pensiyaga chiqsangiz, o 1000 atrofida oyiga pul chiqadi. Yoki bundan balandroq bo'lishi mumkin. Bular bu o'zingiz uchun investitsiya. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ertaga ko'pchilik aytadi, shunday mani bruttodan mana uni minus qilib qo'yadi. Nimaga oylikni sizlar bruttoda berasizlar deydi. Biz nettoda berishga bizning haqqimiz yo'q. Nettoda berayotganlar ular ahmoqlar bo'ladi. Men ochiq aytaman. Chunki mana hamma individualniy bo'ladi. 4 ta farzandli bo'lsa, ertaga nima bo'ladi? Bu yana kamayadi. Mana yerda misol uchun agar bu yerda oila qurib, klassingizni 3 qilib turib, 2 ta farzandli bo'lsangiz, mana o'zi 43 yevro pul to'layapsiz xolos davlatga. Qo'lingizga o'sha ko'payapti bu narsa. Mana sug'urtangizga ham o'shandan 250 to'layotganingiz, 2 ta bolangiz, oilangiz bo'lgani bilan ham 250 to'layapsiz. Bu narsani ko'pchilik noto'g'ri qabul qilyapti-da. Bu narsani u negativchilarga aytib qo'yaverasizlar, mana oldimga jo'nataverasizlar, qo'pol qilib aytganda. Manundan buni ayirib qo'ymanglar. Sizlar manundan manuni aylasanglar, o'shanda sizlar haqiqiy ko'zinglar ochiladi. Manu summalar bu o'zingiz uchun sarflaydigan summa. O'shani esdan qo'ymaylik. Men yana hayron qoladiganim, yangi keladiganlarni ham diqqatiga yetdi. Voy, men nolog ko'p to'layirkanman deydi, lekin videolar qo'yishni hozir blogerlar juda ko'paydi, boriga yaxshi, shukr qilaman, lekin tushunmasdan qo'yish bu albatta ko'pligi minusga ishlashi mumkin. Lekin aytmaydi, baraka topkur, men kecha farzandli bo'ldim, bir tiyin to'lamasdan xursand bo'lib o'zligi video qo'yishadi, bir hafta, 2 haftadan keyin voy, nologlari ko'p ekan deydi. Farzand mana ko'rdingiz, bir tiyin to'lamadingiz, olib chiqib ketdingiz, hech kimga pul berish kerak emas yoki o'sha farzand tug'ilgandan keyin to katta bo'lguncha dorilar mutlaqo bepulda. Retsept bo'yicha vrachga borasiz, vrach tekinga ko'radi va aptekaga tushasiz. Retsept bo'yicha bolam dorisi Germaniyada tekinda. Qatdan pul olsam ekan deb yurmaysiz.
Вот, shunga o'xshagan narsalarda bu o'sha sizga o'zingizga ajratilgan to'layotgan narsalaringiz bu o'zingizga albatta qaytadi. Men bilmayman, bir yilni o'zida 4 marta mana bu yil MRT qildirib turgan bo'lsam, shunga o'xshagan ko'ringlardan o'tgan bo'lsam, menimcha 5-6 barobar ko'p chiqib ham ketdi bu narsa. Xo'p, juda ham zo'r tushuntirdingiz. Rahmat Orif aka bu bo'yicha. Endi asosiy shu mavzuga o'tamiz, Ausbildung bo'yicha. Bizdagi hozir aynan bu anaqamiz temamiz, bugungi temamizni o'sha bitta katta ish beruvchimiz bor, MAN degan kompaniya bor. Agar ko'pchilik ko'rgan bo'lsa, ko'chalarda MAN Kamaz deydi bizda, MAN Kamazlar yuradi. O'sha kompaniyani, o'sha Kamazlarni ishlab chiqaradigan kompaniya bu Germaniyada joylashgan, Volkswagen gruppasiga qaraydi. Biz ular bilan mana hozir 3-4-yil ishlayapmiz. Ularga Ausbildung sohasiga, ya'ni avtomobillar zavodga emas, noto'g'ri tushunib qolishmasin, zavodga emas, balkim o'sha Kamazlarga remont qiluvchi shoxobchalar bor, ya'ni servislar bor. O'sha servislarga yuk avtomobillariga texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni, ya'ni Ausbildung sohasiga 3,5 yillik bu Ausbildung texnik xizmat ko'rsatuvchi sohalarga olib kelamiz va undan tashqari Fachkraft für Lagerlogistik deydi. Ya'ni o'sha har bitta servis sentrni ichida omborxonasi bor. Omborxonada har xil zapchastlar bor. O'sha zapchastlarni tartibga soluvchi, ertaga bitta usta kelib turib, hali KFZ mexatroniki kelib turib, menga mana zapchastni olib ber deydigan bo'lsa yoki zakaz beradi, boshqa qiladi. O'shunaqa sohaga ham u 3 yillik Ausbildung. O'sha ikkita nomzodimiz qatnashyapti. Bittasi 3 yil oldin, ya'ni birinchi qaldirg'ochimiz, bittasi mana bu yil o'tgan yil 2025 da kelib, hozir o'qishini davom ettiryapti. Shularni olib kelganmiz. Balkim ularga navbat bilan so'z bersaydik, ular nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar qiladi va ish beruvchi ularga kelishida nimalar qilib bergan, ya'ni bileti masalasi, boshqasi, o'shalarni tushuntirib o'tilsa, mendan eshitishgandan ko'ra haqiqiy insonlardan eshitgani yaxshi menimcha. Yana bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman, Orif aka, ularga navbat berishdan oldin, do'stlar, iltimos, mana bu ko'plab balki aytishi mumkin, bu menga to'g'ri kelmaydi deyishi mumkin yoki shunga o'xshagan. Bunaqa sohalar juda ham ko'p. Misol uchun Orif akani o'zida ham Fachkraftlar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishga keladiganlar yoki deylik boshqa yo'nalishlarda Ausbildung bor. Undan tashqari Germaniyada juda ham ko'p ish beruvchilar bor har xil sohalarda. Har bittasiga alohida to'xtalishimiz kerakmiz, chunki bitta soha individualda, har bittasini aralashtirib tashlasa bittada tushunmay qolishingiz mumkin. Keyin savol tug'ilishi mumkin, qayerga ariza topshiraman deb turib. Mana yaqinga kirganlar bo'lishi mumkin. Mana shu jonli muloqot yozib olganman. Ertaga uzog'i bilan joylashtiraman Telegram kanalimga, pastida link qoldiraman. Ya'ni ofitsialni ariza topshirish uchun link. Uning uchun Orif aka necha minglab pul sarflab turib Germaniyada shu dasturni yaratgan. Ya'ni ariza topshirish uchun, halollik, poklik, tozalik bo'lish uchun, hech qanaqa yashirin sistema bo'lmasligi uchun. Bu bo'yicha Orif aka ancha ishladingiz bu bo'yicha, to'g'rimi? O'sha link topshirish bo'yicha. Ha, men uni oxirida bitta ko'rsatib beraman. Qanaqa, misol uchun sizni kanalingizdan kirib turib linkni kanal bosib ketishlarini topshirsa bo'ladi. Topshirsa bo'ladi. Haqiqatda juda ham katta mehnat qildik. Bir yaxshi yigitimiz bor, juda ham orqasida ishlab, kechasi kunduzi yangi baza yaratganmiz, to'laqonli. Oldin misol uchun bizga hujjat topshirganlar, men tan olaman, vaqtida javob olisha olmasdi. Vaqtida aniq haligi hujjat topshirib qo'yib, nima bo'layotganini o'zi bilmay turardi. Hozir esa juda ham tezlashib ketgan. Ya'ni hujjatni qaysi etapga o'tdi, qachon bo'ladi, hamma ma'lumotlar berib boriladi bu yerda. Juda ham zo'r. Demak, mikrofonlarni menimcha yoqib qo'yganman. Men tanimayman bu ukalarimizni, xudo xolasa, o'zi aslida do'stlar kuniga uchrataman-da vatandoshlarimizni. Yaqinda keldik, Nodir aka kanallaringizni ko'rdik, motivatsiya olib keldik deydi. Xursand bo'laman. Mana xuddi shunaqa ukalarimizdan ikkitasini taklif qilganmiz. Marhamat, mikrofoninglar yoqiq, o'zingizlarnikini yoqib turib kirib qo'shilishinglar mumkin. Agar kamerani yoqa olsanglar, undan ham zo'r bo'lardi. Yusufjon, agar ma'qul bo'lsa siz boshlab bersangiz, o'sha KFZ mexatronika bo'yicha bu qaldirg'ochimiz birinchi mana shu kompaniyaga kelgan. O'sha funksiyalarni aytib tursangiz, men aniq qilib beraman, nima deydi? Bir tavsiya qilib beraman bo'lsa. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Yusufjon aka. Nodir aka, Orif aka, hammalarni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. Hamdulillah. Demak, ba'da
hozir guruhda live chatda qatnashayotgan ko'pchilik demak hozirgi kunda O'zbekistonda til o'rganayotgan yoki bo'lmasa mana shu Germaniyaga kelish harakatida bo'layotgan insonlar hammalari. Mana biz Orif aka bilan xudo xolasa mana 3 yildan beri birga ishlaymiz. Bu shu dasturda birinchi boshladik, ya'ni kayfiyat mexatronика yo'nalishi bo'yicha. Demak, xudoga nasib inshaalloh shu yil oxirida o'zimiz afshus imtihonlarini topshirib, yangi yildan ya'ni usta bo'lib, o'zimizni ish faxraf bo'lib, o'zimiz ish faoliyatimizni boshlaymiz nasib inshaalloh. Endi Ausbildung davriga keladigan bo'lsak, men kelishimdan oldin ham O'zbekistonda bo'lganimda ko'p o'y-xayollar bo'lardi. O'zi Ausbildungga borsam, men o'zimni finansiviy qoplay olamanmi yoki bo'lmasam ko'pchilik baribir kelgandan keyin oilasini o'ylaydi, oilamga sal yordam bera olamanmi, yo'qmi degan narsalar bo'ladi albatta. Ya'ni hamma narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Kelganingiz bilan sizda hech kim qo'lingizga mana pulni olgin, borib maza qilib yashagin degan narsa bo'lmaydi. Albatta, ko'pchiligimizda kelganda boshida til muammosi bo'ladi. Qandaydir darajada tilimizda muammolar bo'ladi, yoki odamlar bilan chiqishda muammolar bo'ladi. Lekin hamma narsa vaqtincha, odam sabr qilib, qo'lidan kelgancha harakat qilish kerak deb o'ylayman. Mana 3 yildan beri o'sha o'zimizga yarasha do'stlar orttirdik, tanishlar orttirdik, yaxshi natijalar erishib kelyapmiz, xudo xolasa inshaalloh. Demoqchi bo'lganim, kelayotgan yangi ukalarimiz albatta hammani o'ziga yarasha o'zini qiziqqan sohasi bor. Demak, meni soham o'zbekcha qilib aytganda, demak, usta vazifasida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni servis sohasida yuk mashinalariga xizmat ko'rsatish. Demak, bizda aytgandek Ausbildung 2 xil, ya'ni praktika verkstatda, ustaxonada ustalarga yordamchi yoki bo'lmasam vaqt soat bilan qo'lingizdan demak ish kelishda boshlagandan keyin siz o'sha o'zingiz ustalaringizni, masterlaringizni ishonchini oqlaganingizdan keyin ana undan keyin siz o'zingizga qo'lingizga ish berishni boshlaydi. Ya'ni har xil demak muammolar bilan kelgan yuk avtomobillarini sizga berib, mana shu joyda shunaqa muammosi bor. Mana shuni tuzat yoki bo'lmasa shuni ko'rgan deb sizga ishonch bildirgandan keyin, demak bu asosan 1 yildan keyin desak bo'ladi. Nimaiki sal ichkariga kirishib olasiz, ish jarayoni qanaqa ketadi, qanday bo'ladi, o'rganib olganingizdan keyin. Demak, stipendiyalar ham yil sayin oshib boradi. Birinchi kelganingizda demak, aytsak hozir kunda Germaniya 900 dan 1100 bruttogacha bo'ladigan bo'lsa, yana keyingi yillardan unga qo'shimcha har oy aytaylik 150 yevro brutto atrofida, demak, stipendiyangizga qo'shilib boraveradi. Undan tashqari yana nima deganda, sizni qanchalik yil davomida effektiv bo'lganingiz, ya'ni bu nafaqat ustaxonada, ya'ni ishxonada, praktikada, balki o'qishingizda ham qanchalik darajada yaxshi natijaga erishishingizga qarab, sizga yillik darajali bonuslar qo'shib beriladi. Ya'ni siz o'qishingizda ham yaxshi faol bo'lsangiz, yaxshi ballarga egasi bo'lsangiz, yoki bo'lmasam ustaxonada ham o'zingizni yaxshi ko'rsiz, tartib, intizomingiz bilasiz, nemislar juda ham tartibni yaxshi ko'rishadi. Haligi kech qolishni yoqtirishmaydi, o'ziga berilgan vazifani qanchalik darajada tirishqoqlik bilan qilishingizga juda ham ahamiyat berishadi. Demak, shu hamma bosqichlarda hisobga olgan holatda sizga yil davomida mana shu birinchi ko'rsatilgan shartnomangizda ko'rsatilgan oylikdan tashqari yana bonus pullar ajratiladi, bayram pullari ajratiladi, sizda yana 30 kunlik urlobingiz bo'ladi, ya'ni ta'tilingiz bo'ladi. Ta'tilingizga ham siz O'zbekistonga ketishingiz mumkin yoki bo'lmasa butun Yevropa bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin. Demak, ta'til kuningizga ham yana qo'shimcha ravishda demak ta'til pullari beriladi. Men aytgan bo'lardim, ukalarimizdir, akalarimizdir kelayotgan yangi niyat qilib harakat qilayotganlarga, avvalambor o'zlaringni haqiqiy ichlaringda bor, o'zlaring sevgan yo'nalish tanlab olinglar. Kimdir misol aytaylik doktorlikda yaxshi ko'rishi mumkin, kimdir texnikaga qiziqadi, yana kimdir aytaylik misol tan meditsinlarimiz bor, tish doktorlarimiz bor, yoki bo'lmasam boshqa mehmonxona sohasida juda ham ko'p, yoki gastronomiya sohasiga qiziqadigan juda ham ko'p odamlarimiz bor. Demak, siz o'zingizni yoqtirgan yo'nalishingiz bo'yicha kelib, shu o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha Ausbildung boshlab, oxiriga yetkazsizgina ana o'shanda keyin yutasiz.
siz borib olsam bo'ldi deb bu yerdagi odamlardan foydalanib yoki bo'lmasam kelib olganimdan keyin yana yarim yil yuraman, 1 yil yuraman, yo'nalishimni o'zgartiraman, o'zim yoqtirgan yo'nalishga o'tib ketaman degan fikrda bo'lganlar o'zlari yutqizadi. Sababi demak, shartnoma tuzilgandan keyin siz o'sha shartnoma bo'yicha o'z vazifangizni bajarishingiz kerak. Ya'ni o'rtada turgan odamni ham qora qilmasligingiz kerak. Oddiy qilib aytganda, bizda chiroyli so'z podvodit qilmaslik kerak. Demak, shuni aytgan bo'lardim. Yana keyin zo'r gap aytdi, shu joyda uzr bo'lishga harakat qilaman. Mayli. Bu menimcha siz o'zi blogda ham yursangiz bo'lar ekan, tiniq qilib o'zi mazza qilib eshitib o'tirdim. To'g'risi, haqiqatni gapirganingiz uchun kattakon rahmat. Chunki ko'plar o'ylaydigan joyga beton juda kelgan yo'nalish mustahkam tanlab o'sha yo'lni oxiriga ko'plarda orfa kam aytadi. Siz boshladingizmi mana bir loyihada? Misol yoki blogingiz boshladingmi? Harakat qilib, manual qilib, o'tdan kelib, o'zim chiqib, boshqa joyga ishlayman. Bir-ikki ko'paman desa, ishoning eng katta bu juda hozir eng asosiy plus tomoni esimdan chiqib ketdi. Siz meni yaxshi aytdingiz. Ya'ni Germaniyada o'sha ovoz qotib qolyapti nimaga? Ovozim qotib qolyaptimikan? Ko'plik chiqib ham ketdi menimcha. Endi yaxshi. Endi yaxshimi? Qatida qotib qoldi. Aka. Dastur haqida gapirayotganingizda qotib ishladi. Shunga menimcha Telegramda zboy bo'lyaptimi deymanda ozgina. Faqat menda emas, hamma yozyapti, menda eshitilmayapti. Menimcha endi yaxshilangan bo'lsa, yana qaytarayman. Dasturni plus tomonida boya aytgandek, iltimos keldinglarmi? Mana akalarimiz aytgandek, qaysi dasturni tanladingizmi? Oxirigacha ham harakat qiling ushlashga o'sha dasturni. Sabab nimaga? Sabab agar bu dasturdan kelib turib boshqasiga o'tib ketadigan bo'lsangiz yoki aqllilik qilib 1-2 so'm topaman deb o'zgartiraman desangiz, eng katta jabr o'zingizga bo'ladi. Ishoning, birinchidan sizdan keyin keladiganlarga katta yo'lni qo'yadi. Sizga osbek shu narsani har bitta narsa bo'ladi. O'zingiz kasbni to'g'ri xuddi universitetlarga o'xshab shperkongizga ishish kerak emas. Davlat sizga pul beradi, ya'ni o'sha o'qiganingiz uchun, praktik qilganingiz uchun pul hisob-kitobga ko'ra sizni yashashingizga pul berganligi uchun siz o'zingiz hisobingiz bu juda muhim holatda. Shuni unutmang, Ausbildungning eng katta plusi siz qolgan ko'pga o'ylab turib o'zingiz hisobingizga pul qo'yib investitsiya qilib kelmaysiz. Mana shunisi ham juda muhim. Rahmat aka, davom ettirishingiz mumkin. Uzr. Anaqa ham buzilib qoldi menimcha. Svezi. Yo'q, hech qisi yo'q. Xo'p, xuddi shunday hamma o'zini yo'nalishini tanlab, o'zi qiziqqan sohaga kelsa, ham o'zlaringni kelajaklaring uchun ham yaxshi bo'ladi, ham o'zingiz sohangizni murakkab, mukammal ustasi bo'lib yetishasiz. Ham misol o'zingiz ishlagan joyingizda qiziqib ishlaganingiz uchun o'zingizda zavq-shavq bilan haligi nima deydi, bor imkoniyatingizni 100% o'zingiz berib ish qilasiz. Shu joyda o'zingizni ko'rsatishga harakat qilasiz, yaxshi natijalarga erishishga harakat qilasiz. Demak, dono xalqimiz aytganda intilganga tole yor. Harakat qilinglar hammalaring, nasib bo'lsa, demak men o'zim Frankfurt shahrida Ausbildung qilaman. Ko'plar birinchi uchib keladigan shahar. Ko'plar bilan ko'rishamiz, bayramlarda Nodir aka bilan ham ko'rishamiz, Orif aka bilan tez ko'rishamiz, hammalari bilan. Demak, bu yerda o'zbek hamjamiyati juda ham chiroyli shakllangan, ko'z tegmasin. Demak, har yig'ilishlar bor, hammasi yaxshi. Demoqchi bo'lganim, yaxshi niyat, harakat qilinglar qo'llaringdan kelgancha.
o'zlaringni borlaring beringlar. Demak, juda ham katta finansiy yoki bo'lmasa millioner bo'laman yoki milliarder bo'lib ketaman degan xayolda bo'lmanglar. Ya'ni nimaga bunaqa demoqchimanki, kelayotgan odamlar juda ham ishonib qoladi. Men oyiga 2000-3000 euro pul topaman. Shunaqa uni 12 ga ko'paytirib, keyin oyiga bunday bo'lar ekan, bunaqa qilib boraman, bunaqa qilib bo'ladi hammasi, inshaalloh bo'ladi, lekin hammasi vaqt soat bilan. Shuning uchun boyib ketmaydi. Birdaniga hech kim boyib ketmaydi. Mana tushunish kerak bu narsani, realni qarash kerak. Kelgandan keyin barchani dunyoqarash kengayadi. Men ham boshida kelganimda bu baland binolar ko'rib ertakda yurgandek bo'lganman. Demoqchi bo'lganim, vaqt hamma joyda o'ziga yarasha tosh tarozisi bor. Demak, men ham hozir sizlarga chiroyli gaplar gapirganim bilan dushanba kuni sahar bilan turib borib, yog'da ichida ish qilaman. Hamma yog'im qop-qora bo'ladi. Yoki bo'lmasam og'ir yuklar ko'taraman, boshqa qilaman. Ya'ni bu deganimki, gapirish bilan amalda qilish o'z doim ikki xil farq qiladi. Demak, siz ruhan va jismonan tayyorsiz demoqchiman. Demak, siz ustachilikka qiziqasiz, mexanikaga qiziqasiz. Rosa ham ishtiyoqingiz bor. Yoki bo'lmasam uyingizda mana shu yoshligingizdan velosipedingizni chaygansiz, yoshingiz o'tgandan keyin bobongizni mashinasini u yog'ini chayib, bu yog'ini chayib, balonlarni o'zingiz almashtirasiz, boshqa. Shunaqa qiziqishingiz bormi? Demak, bu yo'nalish sizniki. Siz shu yo'nalishda o'zingiz kelajagingizni topa olasiz va qat'iga borsangiz, o'sha joyda demak, o'zingizni qandaydir ma'noda o'zingiz hurmatingizga erishasiz va eng kattasi o'zingizdan keladigan ukalaringiz bo'lishi mumkin, qarindosh urug'laringiz bo'lishi mumkin. Ya'ni butun o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan fikrni shakllantirishga sababchi bo'lib qolasiz. Demak, men o'zim ishlayotgan ustaxonada bitta o'zbek bo'ladigan bo'lsam, yonimdagi barcha demak boshqa millatda bo'lishi mumkin, nemis bo'lishi mumkin. Barchasining fikri demak menga qarab turib, bizni o'zbek millatiga fikri shunaqa shakllanadi. Demak, men o'z vaqtida ishga bormasam, doimiy kech qolsam yoki bo'lmasam o'zimni ishimni oxirigacha qilmaydigan bo'lsam, demak o'ylashadiki, ha, demak o'zbeklardan olish xato ekan yoki bo'lmasam mana bittasini oldik, kuydik. Bu ishni ikkinchi marta qaytarmaylik degan narsa nemislarda juda ham prinsipial olishadi bu narsani. Ya'ni siz qilgan bitta kichkina xatoyingiz o'zingizdan keladigan keyingi ukalaringiz shu kasbga siz qiziqishingiz yo'qmi? Qilmoqchi emasmisiz? Keling, qo'ying, undan ko'ra mana shu yonib turgan ukalaringiz sizdan keyin kelib shu joyda unib, o'sib, o'zini hurmatiga erishsin. Taklif qilganlaring uchun kattakon rahmat. Sizga ham kattakon rahmat aka. Kattakon vaqt ajratganingiz uchun tez kunlarda ko'rishguncha endi asosiy qismiga tez savollar berib, shu yerda o'tirsangiz balki ham savollar kelishi mumkin. Hozir tez savollar beraman. Orif aka, sizga qisqa davom ettirsak vaqtdan yutish maqsadida. Rahmat Sulton aka, sizning qarashimiz demak, Orif aka birinchi galda bizga O'zbekistonda o'tirganlar uchun kerak bo'ladigan hujjatlar biz bilamizki, bu ham xuddi shunaqa, ya'ni kelishingiz hech kimga pul berish kerak emas bu dasturga, to'g'rimi? Hech kimga investitsiya qilish kerak emas, qanaqa to'lovlari yo'q. Shu haqdan boshlangan va asosan kimlarga to'g'ri keladi bu nomzodlar bugungi dasturimizda. O'sha Yusuf kattakon rahmat. Sizning vaqtingizni olmadik, agar ishingiz bo'lsa siz bo'ladi, siz ham bo'ldik. Endi qanaqa odamlarga bu soha, ya'ni o'zini yaxshi bilganda bizimiz, ya'ni bu aytib o'tdingiz, bu faqat konsertimizning yosh chegarasi 20 yoshdan 27 yoshgacha qo'yganmiz. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Endi uni detalli qilib o'tirishimiz shart emas. 20 yoshdan 27 yoshgacha. Xo'p, qanaqa hujjatlar kerak degan joyiga bizni yangi platformamiz orqali hattoki Lebenslauf ham bizga jo'natishinglar shart emas. Bizga kerak bo'lgan, sizga kerak bo'lgan narsangiz asosiy o'zingizdagi informatsiyalar, manzilingiz va hokazolar va pasportingiz kerak bo'ladi. Agar qanaqadir diplomingiz bo'lsa, o'shani ham yuklasangiz bo'ladi. Ya'ni biz uchun alohida Lebenslauf tuzib boshqa qilish shart emas. Bizning sistema tarjimai hol. Bizning sistema, yangi tizimimiz aynan shu Lebenslaufni sizni o'rningizga, ya'ni nomzodlarning ishini yengillashtirish uchun shu narsani qilganmiz. Buni qisqartirib ko'rsatib beraman. Va bu yerda asosiy kerak bo'lgani o'sha, ya'ni agar til sertifikatingiz bo'lsa, til sertifikat,
Yana qaytarib aytaman, til sertifikatingiz muhim emas. Bo'lmasa ham kelsangiz bo'ladi, faqatgina til sertifikatingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham bizni ichki suhbatlardan o'tishingiz kerak. Oxirida ishlayotganimiz o'tishingiz kerak. Orqa siz internet bo'lsa kerak. Yaxshimi? Yo'q, qotman diyor faqat shunaqa aziz alqadar manimcha butun ovoz yaxshi eshitilyapman. Butun shunday bo'lsa hozir o'zimnikiga o'tib ko'raman. Aziz, siz qanaqa kimdadir mikrofonda yoki ovoz qanaqa eshitilyapti? Manimcha butun Telegramda shunaqa zboy bo'lyaptimi deymanda. Internetda qanaqadir muammosi bor. Hamma kirib chiqib ko'plarda zboy bo'lyapti. Eng kerakli joyda afsuski shunaqa zboy bo'lib qolyapti. Xo'p. Aziza degan singlimizni anaqalar ochiq ekan. Ovozni bir tekshirib bersalar bo'ladi. Tekshirib bersangiz bo'lardi, Aziza, agar eshitayotgan bo'lsangiz. Chunki menejerlarimiz ham assalomu alaykum. Aziza, eshitilyaptimi ovozlar? Hozir kelyapti, lekin bir 3-4 sekund oldin shunaqa ham xira edi, uzilib kelayotgan edi. Unumli foydalanib yetkazishga harakat qilamiz shu joydan. Orif aka, demak, bitta qaytarib yuborasiz, asosiy kerak bo'ladigan, talab qilinadigan hujjatlar. Xo'p, kerakli hujjatlar birinchisi o'sha chet elga chiqish pasportingiz. Agar bo'lmasa, ID kartangizni yoki oddiy yashil deymiz endi bizning tilda, yashil pasportni yuklasangiz ham bo'ladi. Lebenslauf shart emas, sertifikat shart emas. Agar tilingiz yaxshi bo'lsa-yu, sertifikat topshirishga imkoniyatingiz bo'lmasa, u ham shart emas. Lekin sertifikatingiz bo'lsa va diplomingiz bo'lsa, yuklasangiz bo'ladi. Asosiy kerakli narsa shu. Boshqa kerakli narsa agar qo'shimcha hujjatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, lekin ko'p holatda kerak bo'lmaydi, bizning xodimlar o'zlari aloqaga chiqishadi. Juda ham zo'r. Demak, yana bir marta takrorlayman, ko'plar yozyapti, ovozlar uzuq deb turib, O'zbekistonga balki yetib ham bormayotgandir. Zapis qilib olyapti, qo'yaman albatta. Kerak bo'ladigan hujjatlar, demak, aytilgandek, birinchi galda siz o'sha nemis tilidan gaplasha olishingiz kerak. B1 darajada sertifikat shart emas deyilyapti. Yosh chegarangiz to'g'ri kelishi kerak, 20 dan 27 yoshgacha ham deyilyapti, adashmasam. O'sha pasportingiz, to'g'rimi? Orif aka? Pasport. Endi qarang, qachongacha topshirsa bo'ladi bular hujjatlarni? Xo'p, hujjatlarni biz fevral oyining oxirigacha qabul qilamiz. Bu Ausbildung tizimi avgust oyidan boshlanadi, 1-avgustdan, ya'ni ungacha vizalarni olib hammasini hal qilib qo'yishimiz kerak. Fevral oyigacha ichki suhbatlar, ish beruvchi bilan suhbatlar bo'lib o'tadi va undan keyin barcha hujjat ishlarini boshlaymiz. Orif aka, demak, yana qanaqa vakansiyalar bor? O'shalarni ham qaysi sohalarda, misol uchun hozir biz aytdik, keyin yana video qo'yaman albatta. Bunga ham prosta kimdir ko'radigan bo'lsa, bundan tashqari yana linklar qo'yamiz. Mana shu kelayotgan 1 hafta, 2 hafta yoki uzog'i bilan 1 hafta ichida, chunki bu уже tezlashtirishimiz kerak, fevralgacha ham topshirib ulgurish kerak. Qanaqa sohalar yonayotgan bor? Xo'p, bundan tashqari aynan Ausbildung bo'yicha o'sha Fachkraft für Lager Logistik, ya'ni omborxona deb tushuntirdik, o'shanda vakansiya bor, aynan shu kompaniyaning o'ziga. Va undan tashqari boshqa kompaniya bor, ularga shofyorlik bo'yicha, ya'ni yuk mashinasining haydovchisi bo'yicha vakansiyamiz bor. Unga endi linklarni tayyorlab jo'nataman, Nodirbek. Uni yaqinda oldik va yo'l qurilishiga bor vakansiya. Yo'l qurilishi, demak, hozir aktualniy, to'g'rimi? Bu aktualniy. Buni linkillari tayyor, hamma narsasi yo'l qurilishi. Undan tashqari tayyor qo'yib yuborsam kerak shu kunlarda bitta. Shunday. Undan tashqari haqiqiy uy qurilishi bo'yicha Ausbildung bor, aynan qurilish sohasida. Xo'p, qolgan Ausbildunglar endi etap o'sha avgust oyigacha yana qo'yib boramiz. Ular hali aniq soni kelmagan, shuning uchun qo'ya olmay turibmiz. Do'stlar, demak,
qaytaramiz yana bir marta. Bugungi jonli muloqotimizdagi hozirgi kundagi bor vakansiyalardan boyaga aytdik. Ya'ni o'sha yuk mashinalariga xizmat ko'rsatish birinchisi hozirgi kunda aktualni. Yo'l qurilish sohasida, ya'ni o'sha Germaniyada bilasizlar yo'l magistral shunaqa qurilish sohasida Ausbildung bor. Uy qurilish sohalarida bor. Yuk mashinalari bo'yicha link tayyor bo'lgandan keyin uni ham qo'yamiz. Yuk mashinalarini o'sha haydash, to'g'rimi? LKV Fahrer deyiladi. Ya'ni buni plus tomoni eng zo'ri siz Germaniyaga kelib turib, pravasiz bu yerda o'qitasiz. Chunki yuk mashinasi prava olish Germaniyada juda qiyindir va qimmat hisoblanadi. Siz hammasini ham bu yerda ham o'qiysiz, ham praktika qilasiz, shuni hisobiga ham maosh ham olasiz, o'ziga yetadigan. Bu narsani unutmang, hammasiga menimcha bir xil, to'g'rimi? Til daraja sertifikat bo'lmasa ham B1 darajada gaplasha olish kerak. Ha, ichki suhbatlardan o'tsa bo'ldi. Ichki suhbatlardan o'tishingiz keraksiz. Ha? Bu degani faqat umuman til bilmaganlar befoyda topshirib yurmanglar. Ertaga o'zingizni ham vaqtingizni olasiz xolos. Til bilgan, o'ziga ishongan, lekin sertifikat olishga imkoniyati bo'lmaganlar bor. O'shalarni ham chetda qoldirmaslik uchun qilganmiz bu narsani. Juda zo'r imkoniyat. Menga juda ham ko'p savollar keldi. Aka, men sertifikatimni B2 ga yoki B1 ga mayda yoki aprelda topshirar ekanman, lekin men til bilaman deydiganlar uchun bu juda ham zo'r imkoniyat. Albatta til o'qishda to'xtamang va jonli suhbatga ham tayyorgarlik ko'ring bir vaqtni o'zida. Suhbat oson bo'lmaydi, nemis tilida bo'ladi, adashmasam. Shuning uchun til bilmaydiganlar prosta assalomu alaykum deb o'tib ketaman deb birovlarni ham o'zingizni ham vaqtingizni olmang. Bu yerda asosan shu tilni bir darajada gaplasha olsangiz, suhbatdan o'tish imkoniyatingiz juda ham yuqori bo'ladi. Va eng asosiysi qanaqa xizmatlar ko'rsatiladi sizlar tomonidan, nimalarga yordamlashasizlar? Xo'p, bizda ish beruvchi, ya'ni biz tomonidan va ish beruvchi tomonidan bir martalik aviachipta sotib olib beriladi O'zbekistondan Germaniyaga yetib kelishingiz uchun. Sizga uy-joy topib beriladi, lekin bu uy-joy tekinga berilmaydi, ijara asosida topib beriladi. Eng katta muammo Germaniyada uy-joy topish. Bunga biz o'zimiz qilamiz va lekin ijara shartnomasida siz o'zingiz uy egasi bilan ijara shartnomasi tuzib yashaysiz. Undan tashqari o'sha aeroportda kutib olib, aeroportdan uyingizgacha yetib borish yo o'zimiz mashinada yoki poyezdda yetkazib borish, anaqamiz hammasi ichida bo'ladi. Va sizni to'laydigan to'lovlaringiz qayerda bo'ladi? Elchixonaning to'lovi bor. Buni bizga to'lamaysiz, elchixonaning to'lovi va undan tashqari agar hujjatlaringizni tarjima qildirish kerak bo'lsa, ularga to'lov qilasiz. U ham bizga emas, ya'ni tarjimon sentrlariga. Bizda bitta sug'urtamiz bor, ya'ni sayohat sug'urtasi. Unga alohida pul to'laysiz, lekin u arzimagan summa. Uni bizni firma o'zi qilib beradi, faqat uni ham pulini bizga emas, firmani sug'urta uchun to'laysiz. Asosiy to'lovlari shu. Bu yerda biz uchun misol uchun biz 2000 ber, 1000 ber, 500 ber degan joyimiz yo'q bu holatda. Demak, zo'r imkoniyat, foydalaning, marhamat. Nega desam, bunaqa juda ham kam Ausbildung so'raganlar uchun ishoning, mana shu tanishlarimiz o'tiribdi. Yarim yil, 1 yildan beri shu Ausbildungga to'g'ridan to'g'ri topishib juda ham qiyinda O'zbekistonda. Sabab nimaga bilasizlarmi? 2000-3000 lar bir xillik kela olmaydi. Chunki bu aytganimizdek to'g'ridan to'g'ri o'qishga topshirmaysiz. Sizni birinchi ish beruvchi suhbatdan o'tkazadi. Agar sizda o'sha ko'rsa, keyin o'sha o'qish joyiga pulingizni to'lab berish bunaqa. Ular aytadi, "Menga nima kerak bor, bu bosh og'riq" deydi. Aslida olganda. Bilmaydigan o'sha firmalar. Marhamat, mana vakansiya nechta odamga aka bor? O'rtacha har bitta soha bo'yicha hisoblasak. Xo'p, KFZ sohasi, mexatronika sohasida 20 ta vakansiyamiz bor. Narigi Fachkraft logistikda 8 ta vakansiyamiz bor. Undan tashqari Straßenbau bor. Unda, ya'ni yo'l qurilishi, unda 10 ta berilgan. Yuk haydovchisi, yuk mashinasi haydovchisiga 5 ta vakansiya berilgan. Chunki bu birinchi marta qilishi o'sha firmani sinab ko'rmoqda. Asosiy hozirgi aktualligimiz shu. Orif aka, yana qanaqadir Fachkraftlar uchun qachon ochiladi ish joylari to'g'ridan to'g'ri ishga? Xo'p, Fachkraftga aynan mana shu KFZ mexatronika bo'yicha bor. Agar siz O'zbekistonda hech bo'lmasa yengil avtomobillarni remonti bilan kamida 2 yil shug'ullangan bo'lsangiz va bu to'g'ridan to'g'ri ishga, do'stlar. To'g'ridan to'g'ri va kamida 2 yillik tajribangiz bo'lsa, kelib yuk avtomobillarini remonti bilan ishlashga rozi bo'lsangiz, aynan shu vakansiyamiz bor.
Undan tashqari yo'l qurilishiga ham yaqinda e'lonni beramiz. To'g'ridan to'g'ri ishga ham olib kelish hozir переговор ketyapti, uni ham olib kelamiz. Demak, Orif aka, men tushunishim bo'yicha to'g'ridan to'g'ri ishga kelishga, ya'ni mashina ustalari, ya'ni yuk mashina bilan 2 yildan beri, 3 yildan beri shug'ullanib yurgan bo'lsa, qo'li gul ustalar bo'ladigan bo'lsa, Germaniyaga to'g'ridan to'g'ri ishga kelsa bo'ladi. Endi informatsiya o'rnida aka, bularning yosh chegarasi nechi? Xo'p, bularda 20 yoshdan deymiz. Endi 20 yoshli odam tajribasi qanaqa bo'ladi, men to'g'ri bilmayman. 20 yoshdan 40 yoshgacha deb belgilab qo'yilgan. Demak, marhamat, 20 yoshdan 40 yoshgacha ham haqiqatan ham bu juda ham yaxshi imkoniyat. Qanaqa qo'lda diplom bo'lishi kerakmi? Naqbay, chunki Fachkraft viza-yu. Ha, bunda aynan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish sohasida diplomingiz bo'lishi kerak. Kollej diplomi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Juda ham zo'r, to'g'risini aytaman, bu juda ham zo'r imkoniyat. Kollej diplomi bilan, ya'ni siz aynan shu sohada avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish kollej diplomi 2 yillik ish tajribangiz bor. Haqiqatan ham bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ishga kelsangiz bo'ladi. 20 dan 40 yoshgacha ham o'rtacha belgilangan. Marhamat, bundan ham foydalanishingiz mumkin. Balki buni ham link tayyor bo'lsa, keyin alohida qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, buni ham link tayyor. Yana bitta ish, anaqa to'g'ridan to'g'ri ishga bor. Agar siz O'zbekistonda quvurlarni yotqizish, ya'ni tashqi quvurlarni yotqizish, uyi tagida misol uchun kanalizatsiya, отопление quvurlarni yotqizish bo'yicha tajribangiz bo'lsa, hozir как раз bizda ish vakansiyasi bor, 5 ta odamga, ularga ham qabul boshlangan, ularni ham men sizga linkini jo'nataman Nodirbek. Aynan o'shalarni ham qilsak bo'ladi. Til daraja bu boyagi pastiga. Til darajasi A2 dan tepasi bo'lsa yaxshi bo'lardi. A2 dan boshlab turib, Sertifikat emas, gaplasha oladigan. Sertifikat, to'g'ridan to'g'ri ishga sertifikat kerak emas sizga. Faqat suhbatlardan o'ta olish kerak. Marhamat, imkoniyat zo'r. A2 bilan ham Orif aka gap yo'q, shunchalik vatandoshlarimizga yaxshiliklar qilib bu o'zi bo'lmaydi. Bitta ish joyi topish, ishoning, bitta ish joyi topish juda qiyin. Germaniyaga yurganlar ham o'zi ham topa olmaydi. Ochiqni aytadigan bo'lsak, O'zbekistondan viza ishlaringizga yordamlashib, shartnomalarni mutlaqo bepulga berib turib, olib kelib olishdi. Shunaqa shartnomalarni qo'lga kiritganligi uchun men Orif akaga prosta rahmat deya olaman. Nega desam, bular uncha odamning qo'lidan kelmaydigan narsalar va albatta bu ishlarni qilayotganliklari uchun tushunib yetasiz. Kimda kim Germaniyada yurgan bo'lsa, albatta tushunib yetadi. Imkoniyatdan foydalaning. Bu ishlar bo'yicha alohida linklar bersangiz, aynan shu Telegram kanalda ariza topshirish uchun linklarni qo'yib boraman. Diqqatli bilan e'tibor bering. Faqat o'sha linklarga ariza topshirayotganingizda adashib boshqasiga shunga topshirib qo'ymaysiz. Shunda to'g'ri topgan bo'lasiz. Nomi yoziladi, dasturni o'sha dasturga topshirasiz. Nomi yoziladi, o'sha dasturga topshirasiz. Fachkraft vizaga, ishchi vizaga esingizdan chiqazmang. Diplomingiz aynan o'sha sohada bo'lishi kerak. Misol uchun avtomobillar sohasi bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish avtomobillarga. Kollejni bitirgansiz, 3 yil O'zbekistonda va ish tajribangiz bor. Xuddi shunaqa qolgan sohalarda yoki undan oldin mana tepada hamshiralar ishlayotgan bo'lsa, mana mediklarimiz sal tepaga chiqsanglar, hammasiga qo'yganmiz biz linklar. O'shanga misol uchun bular Orif akaga hamshiralar topshirib o'tirishi bu befoyda bo'lib qolishi mumkin. Imенно o'sha tepada bordi. Balki Orif akani o'zida ham hamshiralar bo'lsa, alohida qo'yamiz. Shuning uchun iltimos diqqatli bilan qarating. O'sha topshiradigan arizalarni o'zini yo'nalishi bor, tekshiradigan odamlar har xil. Men Germaniya Life hech qaysi arizaga aralashmayman. Hech kimni tanlashda bosim o'tkaza olmayman. Ish beruvchini o'zi, ya'ni nemislarni o'zi tekshirib sizni oladi. Shu narsasi ham bor. Men tanish bilish, Orif aka mana shu tanishlikni oling deydigan narsa yo'q. Kimdirni o'tkazish. Shuning uchun bu juda ham yaxshi imkoniyat, ochiq va prozrachni qilingan. Orif aka, ana bo'lmasa savollarga o'tamizmi? Savollarga o'tishdan oldin mana shu link tizimini bitta tushuntirib beray. Biz aynan Germaniya Life firmasi uchun alohida link qilganmiz. Ya'ni aynan bu aralashib ketmaslik kerak, boshqa joyga kirib ketmaslik kerak. O'sha linkka kirsanglar, bu bot bilan bog'langanini hisobiga, Telegram bot bilan bog'langan hisobiga avval bizni kanalda bog'langaning uchun registratsiya so'raydi. O'shaning uchun yana noto'g'ri orqaga qaytib ketib qolmaslik kerak. Agar siz qiladigan bo'lsa, biz analiz qilolmay qolamiz, Nodirbek. O'shaning uchun alohida buni tushuntirib o'tishim kerak. Agar ruxsat bersanglar, men mana shuni bitta link ko'rsatib bersam. Sizda shu aynan Telegram kanalida, German Life kanalida mana shunaqa e'lonlar berilgandan keyin
hujjat topshirish linki bo'ladi. Xuddi mana shu misol uchun bitta misol uchun oxirida 20 bu Germania Life link hisoblanadi. Shuni ichiga bossangiz bot ishga tushadi. Yana hayron bo'lmang nimaga botga o'tib ketdi deb. Bu o'sha orqasida IT anaqalarimiz shu narsani qilishgan. Boshlasangiz aynan kanalga registratsiya bo'lganmisan deydi. Ya'ni ham Germaniya Live kanaliga ham biznikiga o'tishingizga majbur bo'ladi. Nimaga? Bot o'shanga bog'langan. A'zo bo'lgandan keyin o'zi sizga orqaga bitta qaytsangiz, bitta tekshirish berasizda, tekshirish bergandan keyin sizga haqiqiy mana registratsiya linkiga dostуп beradi. Registratsiya linkiga shuni ochganingizdan keyin bu yog'i faqatgina sizdan talab qiladigan narsa. Mana shu tarafini juda ham yaxshilab o'qib chiqishinglar kerak. Mana o'zbek tilida xohlasanglar o'zbek tilida o'rganib olasizlar. Sizda hujjat topshirishda qaysi informatsiyalar qo'lingizda bo'lishi kerak? Pasport raqamingiz bo'lishi kerak, telefon raqamingiz, rasmingiz 3-4 ras. Pasport, agar til sertifikat bo'lsa, bu diplom bo'lsa, diplom va pochta indeksi. Agar shular bo'lsa, shuni bossangiz, o'zi qarang. Bu yerda shunaqa qilib qo'yilganki, hattoki mana deylik, orich deylik, o'zi sizda mana bu tarafda agar kompyuterda to'ldirayotgan bo'lsangiz, live holatda ko'rinib turadi. Ahmad Aliyev, misol uchun deylik, o'zi ko'rinib turadi. Rasm qo'ysangiz, rasm ko'rinadi. Agar telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, buni endi kattalashtirsa, pastga tushib qoladi. Mana o pastrog'ida ko'rib turasiz bu tarafda. Endi men hozir kompyuter variantini ko'rsatib turaman. Oxirida xuddi shuni bu etapni to'ldirganingizdan keyin keyingi etapga o'tib ketasiz. Ungacha o'ta olmaysiz. O'shaning uchun oxirigacha olib boring. Bu yerda mana informatsiya kirgizgandan keyin diplomlar kirgizadi, pasport kirgizadi va hokazo va hokazo. Shu narsalar esdan chiqmasin. Bu yerda yaxshiligi Nodirbek nimani to'ldirayotganini ko'rib turadi. Qanchalik siz ko'p informatsiya kirgizsangiz, ertaga birinchi bosqichdan tanlab olish imkoniyati shunchalik baland bo'ladi. Agar uni to'ldirmasangiz, ertaga keyin qiynalib qolasiz. Mana Andijon deylik, mana Ledik, hammasi ikkita yoki qayna kimda to'ldirib tashlayverasiz. Farzandsiz misol uchun oris@me.ru deylik, taxminan deylik. Mana rasmlar misol uchun tanlash mumkin. Qayerga nimaga qo'yishingizga bog'liq. Deylik, mana shuni oladigan bo'lsa, endi yigitimizni rasmini qo'yib turamiz. Agar rasm katta hajmda bo'lsa, uni ham qabul qilmaydi. Har bitta hujjatda ham 2 megabaytdan anaqa qo'ygan. Agar mabodo hujjatingizda razmeri katta bo'lsa, o'sha tavsiyanoma ham berilgan. Qaysi sayt orqali siz uni kichikaytirib olish haqida. O'tib ketaverasiz, oxirida shu topshirganingizdan keyin deylik, endi mana misol uchun mana shu yerda taklif qilingan. Ya'ni agar hozirgi rasm katta bo'lgani uchun nima bo'ldi endi? Mana rasmni kichikroq qilib ber deydi. Mana. Va buni o'zi formatini siqib beradi. Formatini siqib beradi. Ya'ni bu taklif, xohlasangiz boshqa joyda o'zingiz qildirishingiz mumkin. Muhimi siz boshqa joyga o'tib ketishingiz kerak. Ya'ni ikkinchi etapga o'tish uchun aynan shu narsalarni o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam o'ta olmay qolasiz bu holatda. Tushunyapsizmi? Shu narsalar esdan chiqmasin. Iltimos shu narsalar albatta kirib topshirib chiqinglar. Oxirida diplomlarni yuklaganingizdan keyin sizga hujjat topshirildi, hujjat topshirdi deydi va undan keyin sizga biz hujjatlaringizni tekshirib chiqamiz. Ha, bu to'g'ri keladi, hujjatlari yaxshi. Til darajasi demak A2 deb beribdi, demak yoki B1 deb beribdi, bu bilan suhbat qilsak bo'ladi deb turib xabar jo'natsak sizga elektron pochtangiz orqali va telegramingizga avtomatik holatda xabar boradi. Ya'ni siz elektron pochtani man kam yoki parolimni esim chiqib oldi, boshqa bo'lib turmaydi. Siz telegramdan ham xabar olib turasiz doimiy ravishda. Har bitta bosqichda o'tganingizdan keyin sizga elektron pochta orqali xabar boradi yoki telegram orqali. Va hujjat yuklashingiz aynan shu anaqalar bo'yicha bo'ladi. Juda zo'r. Juda zo'r qilingan Orif aka, oddiy sodda. Agar oddiy mana shu narsadan foydalanishni o'rganishingiz kerak, siz elektron pochtangizni ham to'g'rilab qo'ying. Germaniyada faqat elektron pochta orqali ishlanadi. O'sha chiroyli qilib, maslahatim elektron pochta Raz Germaniyaga kelmoqchimisiz, bir xil familiya ismi bilan qilib qo'yadi. Uzun qilib KXL bilan
u nemis xato terib qo'ysa ertaga xato ketib qolishi mumkin. Shuning uchun optimalniy chiroyli qilib qo'yganingiz ham ma'qul. Elektron pochta juda ham muhim. Orif aka zo'r qilingan. Buni menimcha alohida kesib yana Telegramga ham qo'yib boramiz, shtop aynan mana shu joyini to'g'ri to'ldirilishi uchun. Iltimos diqqatli bilan to'ldiring. Talabgorlar ko'p bo'ladi. Siz qanaqa to'liq ma'lumot beradigan bo'lsangiz, shuncha imkoniyatingiz yaxshilanadi. Shuning uchun albatta bu narsani qo'lga kiritish kerak. To'g'risi, bu vizani qo'lga kiritishinglar kerak. Maslahat berardim, ertani o'zida yo Germaniya Live kanallarimizga ham, o'quvchilarga ham bizani menejerlarimizni o'sha berishga tezroq harakat qilishga. Chunki bunaqa imkoniyatlar juda ham kam. Orif aka, yana yetkazadiganingiz bormi yo savollarga o'tsak bo'ladimi? Yo'q, bo'ldi. Menimcha endi asosiy qismini aytib bo'ldik. Endi mabodo savollari bo'lsa, albatta biz tayyormiz. Shu joyga hozir demak zapisni o'chirishimdan oldin, chunki qancha uzun bo'lib ketsa yuklash ham qiyin bo'ladi kanalga. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu Germaniya Live'ni yoki mana konsalting Orif akani kuzatadiganlar, albatta mana bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Undan tashqari qanaqa tartibda ishlaydi. Men videolarni asosan Instagram kanalimda qo'yaman, ma'lumot tarzida informatsiya chiqadi. O'tdan keyin Instagramda prosta Instagram qabul qilmaydi. Mana bunaqa suhbatlar unaqa o'tkaza olmaymiz bemalol va linklar aktiv qila olmaymiz, xuddi Telegramdagi. Maqsad bu yerda Telegramda obunachi yig'ish emas, aynan shu yerda qulay bo'lgani uchun informatsiya berish va mana shu linklar bilan ishlash. Shuning uchun Telegramda jonli muloqotlar o'tkazamiz va arizalarni ham shu joyga yuklab boramiz. Bundan keyin ham 2026-yilda ham xudo xolasa yuzlab vakansiyalar bo'ladi. Oddiy bitta Orif akani o'zlarida bunaqa ish beruvchilar juda ham ko'p. Tartib, intizom bo'lishi uchun aynan shunaqa yuklab boramiz. Bu safar sizniki chiqmadimi? Keyingi safar balki aynan sizning mutaxassisligingiz bo'yicha chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu holatda o'ylaymanki aktiv bo'lasizlar. Nasib Germaniyada sizlar bilan ko'rishguncha. Demak, zapisni o'chirib savollarga o'tamiz.